Tesla ishqibozlariga Model 3 versiyasi chiqib qoldi. 2020 kraskasi toza, faqat orqa eshikda riftovkasi bor-a? Shunaqa. 2020 yili. Zapas kodi 200 dan 250 kilometrgacha yurib beryapti ekan. Yurgani qancha edi? 113 ming kilometr masofa bosgan. 113 ming mana. Salon ko'jalari ham rusifkasi taqilib, hamma kerakli prilojeniyani yozib qo'yilgan. Mashinadan hech qanaqa rasxod yo'q, olib minadi xudo xolasa. Sidinalari hali sifatli ko'jadan ishlangan. Kelgan odamga xudo xolasa 100% yoqadi. Salonlari ham zo'r ekan haqiqatan. Mana. Sopa sidinalari ko'rdim. Mana. Ega polilar qo'yilgan. Zo'r holat. Mashinamiz hadovoylari ham juda ham yumshoq, zo'r holatda. Hech qanaqa chiqim qilmaydi, Model 3. O'zi zapasoda qanchalisi bu? 400 kilometr yozgan. 400 kilometr kitobida yozgan. Bu 200-250 realni yuradi. Yo'ngisi qancha qolgan? Yo'ngisini tekshirtirmadi, kelib o'zlari tekshirib olishaveradi. Mana. Zo'r ekan. Xo'p, qanchaga qo'yamiz endi buni? Obunachilarimiz. Safar 17 ming qo'ygandik. 17.200 ga telefon qilishsin, sunnatiga nimani o'tib beramiz. 17.200 ga telefon qilaverasizlar. Endi yana mana mashina yangi keldi deyotdingiz, 7 Pro. Cherry Tiggo 7 Pro. Mashinasida bu mana. Bu ma'lumotlari 2024. 90 ming yurgan, hozir propani bor. Propani bor. Mashinani olib turib, gapirganlarga qo'yib yuboraverasiz. Shu joyda montaj qiladi. To'rtta yumshoq baloni bor. Mana holati o'rta holatda. Kraskasi toza, propani bor, 90 ming yurgan. Qo'mi qoritadigan o'zi zavodskoy. 3-paytda eng puli. Tushib turing. Qarang. Bitta salonni ko'rsataylik-chi. Nakitkalarni qimmat qo'yilgan ekan-a. Mana. Zo'r ekan. Olib keling, bitta ko'rsatib qo'ying uka. Bu eng full paysa. Eng puli. Qanchaga berib yuboramiz buni? 17.700 ga telefon qilishsan, baraka qilib. 17.700. Telefon qilaveringlar mana. Yana sunnatga kelishini uradi, xudo xolasa. 12 ham sizdanmidi? 12 ham qo'yaylik. Endi 2025-yilda ishlab chiqarilgan Premier Plus 6-paysa. 59 ming yurgan. 59 ming yurgan. Gaz qo'yilmagan. Yo'q, benzinda harakatlangan gaz qo'yilmagan. Yili necha dedingiz? 25. 25. Qanchaga beramiz buni? Yumshoq balonda qo'yilgan. 13.200 ga telefon qilishsan, 13.200. Ha, sunnatiga nima? Petno ritovkasi yo'q, 13.200. Hozir tiniq mashina. Hali bozorda atrofga qaraganda arzonroq sotadigan arzon purish mashina purish bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar, xursand bo'lasizlar. Narxini chiroyli qilib beriladi. Endi Haval Dargo. Mashinani ham sotaylik endi. Havalda ham Xudo xolasa buni pulni band qilmasdan qanchaga berib yuboramiz ayting. 28 mingga bermaganman mashinani. Qo'shilsa berib yuboraman. 28 mingga qo'shsalar, yangisi necha pul turibdi avtosalonda? 36 million. 36 ming dollar, 430 million. Ha, 8 ming. Salonda 36 ming turadi. 430 millionlik pozitsiyasidan. Biza 28 mingga qo'shilsa, telefon qilishaversin, berib yuborlar. Berib yuborlar. Kraskasi toza, yurgani qancha edi? 13 ming kilometr. Yili 2025 edi. Balonlari mana yangilab turibdi. Eng fulli. Mana. Cho'tki holatda. Aka, assalomu alaykum. 24. Kelaverasizlar, narxini chiroyli qilib beriladi. So'rashgan yo'q. Bitta bagajni ko'rsatib bering. Bagajni. Mana bagaj. Bagaji ham keng. Leap Motor C16 ishqibozlariga kraskasi toza, Top-toza. yili necha? 2024-yilda ishlab chiqarilgan. 2025dan avtosalondan sotib olingan mashina. Salonlari ham ideal holatda. Kelgan odamga mashina 100% yoqadigan yangidek turibdi. Rangi ham oranji, vahshiy zo'r. Orqa sidinasida ham Abdufa bagreplari bor. Orqada ham monitorlari bor. Bemalol kelib 7 o'rindiqli. Shunaqa. Zo'r. Oldilarni ko'rsating. Tonirovkalari ham bor ekan. Tonirovkasi ruxsatnomasi tugab qolgan, to'lab qo'ysa davom etib ketaveradi.
Monitorlariga hamma kerakli plajana yozib qo'yilgan. Probegi hozir 32 ming bo'ldimi? Ha, 32 ming yurgan mashina. Zo'r ekan. 32 ming. Zapas xudi qanaqa buni? 200 kilometr to'kda yozgan, 9 benzinda. 1200 kilometr masofa bosadi. To'liq benzin bilan. Realniy kam 10 bak. 1000 kilometr berdi, xudo xolasa. Qanchaga beraveramiz buni? 28200 ga telefon qilishsa, 28200 sunnatga o'tib beramiz. Telefon nomeringizni aytsangiz aloqaga chiqishadi. 93li 972 0708. Aloqaga chiqaverasizlar. Kanalga obuna bo'lmasa ko'rganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Farg'ona mashina bozorida inomatkalar qatoridaman. Syomka qilishda davom etamiz. Kanalda yangiroq obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ko'rib turgan Mazda avtomobillarning kraskasi toza. Toza. Yili necha aka? 22-17 ming yurgan. 22-17 ming. Balonni qaranglar, mana yangi qo'yilgan yumshoq balonlarda. Propan gaz qo'yilmagan. Yo'q, benzin. Beskulchovoy do'stliklari bor. Faqat oldi qatorida va keling. Mana. Salonning holati baxshi ideal, lyuki bor. Mana. Avtomat, Abdulfabagrev. Dual klimat kontrol. Hamma funksiyalari bor, mana multirul. 260 gacha chiqargan tezligi qaranglar, baxshi Mazda. Zo'r mashinada. Eshiklarda pishkalar yumshoq ko'rjadan ishlangan. Ko'ringlarmi? Zavadskiy shumkada aka. Ha, Zavadskiy. Eshiklarning yopilishi ham vahshi shumkadaqa eshiklari yopilyapti. Qaranglar, yani apshifkalari ham zo'r holatda, paroglari ham qirilib ketmagan. Ko'jalari anaqa sifatli materialdan qilingan. Hech qanaqa chiqimi yo'q. Motori nechchilik buni aka? 2 li motori. 2 li atmosferli. Atmosferli. CX4. Zo'r, bagajni ham qaranglar, vahshi katta. Ixchamgina shaharbob, oila, kichik oilabop. Zapaska baloni ham mana tushmagan. Buni aka shahar ichida rasxodi qancha? 8 ta, 9 taga boradi. O'z nomingizda. Ha, o'zimizga qarashli. Tirikchilikdami yoki kelishaveramiz? tirikchilikka olgansiz, to'g'rimi? Ya biz ham tirikchilikka olganmiz. Qanchaga bermadingiz? 27 mingdan tushib beramiz. Hali hech kim baho qilgani yo'q. 27 mingdan tushib berasiz. Ha. Konkretni har doim chiqqani yo'q. Qanchaga berib yuborish ko'nglingizda bor aka? 26 dancha o'tsa beramiz. 26 mingga ozgina qo'shsa berib yuborasiz. Dokumentda muammosi yo'q. Yo'q, muammosi yo'q. Hop, hech qanaqa chiqimi yo'q mashinani. Rasxod 17 yo'q. ming yurgan. Tayyor, 17 ming yurgan. Yili necha dedingiz? 22. 22. Telefon nomeringizni aytsangiz aka. 99lik. 733 70 70. Barter ham qilaveramiz. Ha, Devo mashinalari barter qilinadi. Ularga aloqa chiqishadi. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Aka Kia K5 ni biz obunachilarimizga qancha qilib berasiz? Aka 24 ming baho aytyapmiz. 24,5 24 mingga beraman aka. GT Line. Yo'q, 8-paytda GT Line 26 ga restyling bo'lgan. Polni oldi mo'ldalari Yili necha? bonus restyling bo'lgan. Yili 23, 78 ming yurgan, kraskasi toza, xudo xolasa. Vafsh ideal mana. Mashina vashti tana sveji aka. Mana. Oxir pokoleniya qimmat propan gazi ham bor. Propan gaz aka bunga necha pul yo'natib berilyapti o'zi? Aka menimcha shu $1000, $1,500 jon berdi ketsa kerak. Olgan odam $1000 ekonom qilib qoladi. Undan tashqari oldi chasti polni bron bo'lgan aka. Oldi kapot, ikkita qanot. Gap yo'q. Mana. Bagaji ham propan qo'yilgan, bilmaydi-da. Hech qanaqa xalaqit qiladigan joyda bas. Zo'r holatda. Rasxodlarni ham ham yo'q. umuman aka, xudo xolasa chiziq bizni petnometnostroy mashina tana bemalol tekshirtirib. Probegi 78 ming kilometr. 78 ming qanchaga berib yuboramiz? Aka, kelishtirib ayting aka. Aka o'zi bo'ladigani. Siz Bo'ladigan, hali birinchi marta emas, hali undan oldin ham bilganman, qo'yib bergansiz kanalingizga, shuning uchun sizga aytyapman. 24 xolasa beraman. Obunachilarimga o'sha narx beriladigan. Barter, Qiziqqonlar telefon qilaveradilar. Bu aka xattingiz bor-ku. Buni asha polni oldi restyling bo'lgan. Restyling qilingan. 2026 oxirgi paytgacha polni restyling qilingan. Restyling qilingan. Oldi mordalari. Koreyskiz bor-ku O'zbekistonda? Ya bu Koreya. Koreyazi bor-ku. Oldi chasti polni bronirovka ham bo'lgan, ya bron plonkalar bor. Ikkita qanot, kapot, oldilari polni broni bor. Tonirovkalari ham bor. Yumshoq balon, tonirovka. Kelaverasizlar, mana mashina ma'qul keladi, xudo xolasa. Balonlarni ham mana yangi ekan, tishlari ham tiniq bo'lib turibdi. Endi mana Monzani ham aka ishqibozlari bor. Buni aka ma'lumot qanaqa? 2023 aka.
42 ming yurgan. 42 ming kilometr yurgan. Buni ham 65 talik propan gazi bor. Bagajini ochib oling. 65 talik propan gazi bor aka. 1.5 atmosfernisi bu. Ha. Mana gazi ham mana kattadan. Masha. Zo'r. Aytdi zapaska baloni ham mana joyida Zapaskasi ham bor. Dalni yo'lgan bemalol qo'rqmasdan ketaverasizlar. Balon teshilib qolsa nima qilar ekanman? Zapaska baloni joyida turadi. Если что, asqatib qoladi. 1.5 atmosfer. Kraska toza. Da, kraska toza. 1.3 turbinali diskalari qo'yilgan aka. Konditsionerlar ham ishlab turibdi. Ichida o'tiradi muzlab. 43 ming yurganingizmi? 42 ming 42 qanchadir ming. yurgan. Buni kraskasi bor aka. Qata aka. 3 ta detalda yengil yuzaki kraskasi bor. Oldi kapot. Mana bu qanoti orqa qanotda. Ichiga o'tmagan, yengil aka. Hali bankka ham 1.5-2 ming onda puli bor odamga ham chiqaveradi-da bu kraskasini hisobiga. Buni aka siz obunachilaringizga oxiri bo'ladigani aka 13 mingga beramiz. 13,5 ming baho aytyapmiz, 13 mingga beramiz. 13 mingga berib yuborasiz. Ha. Har bitta sunnatiga o'tib beraman. Yana o'tib beradi. Bitta sunnatiga o'tib beraman. Mashina tiniq aka, o'zim mini yuribman, buni ham. Yo, zo'r ekan aka. Ashi idealniy aka, hech qanaqa rasxoti yo'q xudo xohlasa mashinalar. Telefon nomeringizni aytsangiz, aloqa chiqishadi. Nomerim 99 668 86 66. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Honda Rider topib qo'ydim. Почти Cobalt puliga berib yuborilyapti. Kraskasi toza 2023, eng full. Bu lyuklisi. Lyuklisini ham bilasizlar, juda ham kamdan kam uchraydi bozorlarda. Bu 21 ming yurgan probega. Hozir bitta bagaj ochish uchun knopkasi ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Bagaj kengligini qaranglar. Fashik katta. Zapaska balonlari joyida turibdi. Honda Rider 2023, 21 ming probeg, krugovый tonirovkasi bor. Kraskasi toza. Mana. Bitta salonni ko'rsatib olib keling. Sidenalarining ko'zlari matli holatda bo'lib turibdi. 4 yumshoq balonlar qo'yilgan. Konkretniy xaridorlarga 13700 ga berib yuborilar ekan. 13700 ga menimcha Cobalt olganda mashina olgan yaxshi. Yuzishlari ham, hado'lari ham yumshoq. Bu bir paytlar o'sha 3 yil oldin adashmasam 19 ming, 18,5 ming atrof sotilgan. Ko'rasan qancha hozir minusga berilyapti. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Aka telefon nomeringizni aytib qo'ysangiz, nechida aka? 93li 042 4073 ga aloqa chiqib o'rasizlar. Buning kraskasi absolut toza, bitta mana chap tarafda krilosida yengilgina sepilgan joy bor ekan, udari ichiga o'tmagan. Tekshirib olaverasizlar. Burun pulunga tortilgan, полностью kuzov qismi. 2020 yurgani 112 ming yurgan. Balonlari yaxshi holatda. Bu 2,5 atmosfernisining eng full, ya'ni 7 o'rindiqlisi. Hidablarigacha bor, Abdufabagri, polni panorama tom. Sidenalari, ko'zlari ideal holatda bo'lib turibdi boru. Akalar mana shu mashinani bosib o'rsalaring bo'laveradi. Nima desalaring, narxi ham qiziq. 22,200 ga kelishib qo'ydim sizlar uchun. Telefon qilib, srochniy bosib yuboringlar. Mana. Bu Hyundai Santa Fe'da o'zi haydab yurganlar biladi, juda ham mashina ancha-munchaga buzilavermaydi, texnik holati soz. Kalib turasizlar, yuraveradi, xudo xolasa. Telefon nomerlarini bitta olib Akani qaysi mashinalar bor edi? Nexus 3. Buni ma'lumotlarini aka bir qator xaridorlarimizga aytib o'tsa. Bunaki 22,200 ga aytdim aka narxini. Telefon qilishingizni so'ralgan taqib berasiz. 23 ming aytilyapti, 22,200 ga berib yuborasiz. Biz obunachilarimizga. Endi Nexus 3 avtomat korobka. Balonlari yangi qo'yilgan ekan. Yangi balon qo'yilgan, propani bor. Shom datchiklari bor, yopiq ekan. Bergan aka. Mayli, berib bo'lsa nima qilib qo'yavering, avtomat korobka, saloni ham ideal holatda bo'lib turibdi. Mejigar pultlar qo'yilgan. Petno retovkasi ham yo'q. Yo'q, yangi holati shom datchiklar qo'yilgan. Shom datchigi, ya'ni faralar o'zi yonib qoladi avtomatik. Avtomatik yonadi. Tunnelga kirganda ham yonadi. Keyin Euro varianti bu. Euro varianti. Yangi propani bor. Mashina toza. Qanchaga berib yuboramiz aka buni? 9100 ga beramiz. 9100 ga berasiz, gaz qo'yilgan. Propani bor. Propani bor. O't faralar qo'yilgan. Sinovlar qo'yilgan, bo'ladi. Telefon qilaverasizlar, ishqibozlari. Endi aka mana shu Cobalt'ni Midnight'i yangi 13 ming yurgan 26. Ha. Hop, 26. MCM full. MCM 165 millionligi. Oldi chaslari bron bo'lgan.
sozlashda tortilgan, tonirovka ruxsati bor, mana bu bar qo'yilgan, 4 yumshoq baloni bor, motor datchigi bor, temperaturasini ko'rsatib turadigan. Qo'yilgan. Laminat qilingan, mana bu barlar qo'yib qo'yilgan. Malibu barlar. Bu ham berk ekan, a? 300 ga beramiz. Buni 13300 ga berib yuborasiz. 300 ga beramiz. Pitno ritovkasi yo'q, Top toza mashina. gaz qo'yilmagan. Yo'q. Benzinda yuradi. Benzinda. Keyin start stopigacha bor. Gap yo'q. Ancha rasm qo'yilibdi. Egasi ancha o'zi uchun bezatib bergan ekan, endi iloji yo'q, xayrlashib to'g'ri ketibdi aka. Ha, yaxshi. Endi aka mana shu taxvodni ham bir sotaylik aka, pulni band qilmaylik. Buni aka qanchaga berib yuboramiz obunachilarimizga? 70 mingga berib yuboramiz. 70 mingga berib yuborasiz. Qancha yurgan? 23 motor, 46 ming yurgan, toza. Motori 506 midi? 508 nimami? 506 da adashmasam, ha? Kraskasi toza, balonlari ham mana bu ham berk ekan aka. Bu ham bek. O'sha qaytyapmiz. Ha, qaytadan ya bozor tugayapti, o'shaning uchun bozorda oxirida syomka qilib olaylik deb syomka qilyapmiz akalar. Mana kelaverasizlar 70 mingga. Taxu probega 46 ming. Hech qanaqa chiqimi yo'q. Oladi-yu haydaydi. Propan gaz qo'yilmagan. Benzinda yuradi. Aka rasodi qanaqa buni shahar? 25 tagacha. 25 tagacha rasodigacha deganlar mana kelaverasizlar. Propan qo'yib olsalaring, yana ham cho'ntalaringga. Ha, qolganlarni ham bir qator ko'rsatib ko'raylik aka. Bu ham unutilindi. Endi mana yangi narxda qo'yib yuboramiz bularni aka. Aytib ketaveramiz. Xo'p. Ayting aka. Xo'p, 24, 11 ming yurgan, toza 772 ming, 771 millionlikdan full komplektatsiya, 4 ta yangi baloni bor. Ko'rsating. 3 qator 7 o'rinli. Bittalarni ham profilni. Mashina toza. Qanchaga berib yuborasiz? Buni Konkretni xaridorlarga? Xo'p, buni 50 mingga berib yuboramiz. 50 mingga berib yuborasiz. Salon narxi 68 ming. 68 ming. 18 ming dollar vigidni Shunaqa. olgan odamga. Bu endi aka K8 ni ham ma'lumotlarni ayting qisqacha. 2023 toza 15 ming kilometr yurgan, 3,5 full bu. Eng full komplektatsiya 40 mingga beramiz. 40 mingga berib yuboriladi. K8 o'zlari. Bu ham aka yangilikda qanchaga olingan o'zi? Shu 1 milliarddancha ziyodroq turadi emas. Pashti 1 90 milliard ming, qancha? 95 ming dollar atrofida. Shunaqa. Bu pashti yarim Yangisi. narxidan ham arzonga berib yuborilyapti. Endi mana oq ranglisini ham aytib yuboring aka. 55 ming yurgan. Full qilingan, o'zi full 771 Ko'rsating ming. bitta aylanib chiqing-ku. Hop, tonirovka ruxsatlari bor, propani bor, 2000 dollarlik diska balonlarda, parog'i bor, shumizolyatsiya qilingan, полный black edition qilingan. Black edition. Oxirgi narxi qancha aka buni? Buni xo'p. Buni 41 mingga beramiz. 41 mingga berib yuborasiz. Bu ham aka salonda qancha turibdi? Bu ham 771 millionligi. Bu ham shunaqa. 770. Yurgani uchun ancha Shunaqa. Ancha mashinaga ancha sarf qilingan. tahsil ham qilingan ekan. Propanlari ham bor. Ancha zarariga ham berib yuboradi. Propan gaz zo'r ekan. Akamiz Sparkam sizlardanmi? Yo'q, u sotilmaydi. Sotilmaydi. Bu sotiladi-yu, endi 50 kelib dokument shuning uchun. Ha, yaxshi. O'zingiz meni Telefon nomeringizni aytdingiz. 109 1101 aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa aka chiroyli narxda qilib bersangiz bo'ldi. Inshaalloh, Alloh xolasa.